Eng beziyon kulgi bu insonning o'z ustidan kulishdir degan ekan mashhur italyan yumoristi Jak Tati. Assalomu alaykum, qayg'uni tashlab zavqlanib yashayotganingiz muxlislar. Efirda a'lo kayfiyat ko'rsatuvining navbatdagi soni. Qayg'uni tashlab zavqlanib yashash shioriga amal qiluvchi a'lo kayfiyat ko'rsatuvining bugungi mehmoni ko'pgina taronalari bilan barchani raqsga tushira olgan xonanda Tohir Usmonov. Assalomu alaykum Tohir aka. Dasturimizda xush ko'rdik. Tohir aka, oxirgi marotaba qachon miriqib kulgansiz? Oxirgi marotaba ko'p kulib turamiz o'zi. O'sha o'zimiz ijodkorlar bilan, o'zi atrofimizda yig'ilgan ijodkorlar, o'sha birlashgan do'stlarimiz juda ham hazilkash bir nima deydi, jamoamiz deb aytsam, xato adashmagan bo'lamiz. Ko'p kulib turasizmi o'zi? Kulguni yaxshi ko'raman. Kuldirishni yaxshi ko'rasizmi yoki kulishni? Ko'proq kulish. Kulish yoqtirasiz-a? Demak, yaxshi. Keling, hozir ajoyib bir lavhaga navbat bersak-da, so'ng qiziqarli shartlarimizni boshlasak, nima deysiz? Marhamat. Bugun psixologiya bo'lmas ekan. Voy, Zo'r bo'pti. Men hali uyga boribchi oyna yuvishim kerak. O'zi oynamni bir yilda bir marta yuvaman. Hali oynani bir yilda bir necha marta yuvish kerakmi? Voy, hali oynani bir yilda bir marta yuvish kerakmi? Voy qizlar, o'zi oynani yuvib ham turish kerakmi? Bo'ldi qil ushurmaga. Gapirmayman aka. Bo'ldi qil asabingni tegmi? Menimcha bor, oyim baloga yo'liq qur degan kuni sani ushlatgan bo'lsang kerak. Ko'rdingizmi? Har doim o'zidan chiqadi. Ana kelin bola ham kelibdi. Hamma aytgan gapirmaysin-da, hayajonlanma. Albatta 3 ta savol ber. Birinchisi ro'zg'orbop bo'lsin, ikkinchisi oilaga oid bo'lsin, uchinchisi albatta falsafiy savol ber. Tushundingmi? Yana meni sharmanda qilib qo'yma. Bor aka yo bola. Kechirasiz, siz Dilnozamisiz? Ha, men Dilnozaman. Aytishganmidilar, uchrashuvga chiqasiz deb. Ha, siz Xurshidmisiz? Ha, Xurshidman, Xurshid. Qalay, charchamayapsizmi? Tuzimisiz? Charchamay yursizmi? Ha, nima desam ekan? Shu bitta savolim bor edi. Bersam maylimi? Mayli. Siz makaronni yaxshi ko'rasizmi? Yo'q. Ha, ukangiz-chi, ukangiz makaronni yaxshi ko'radimi? Meni ukam yo'q. Ukangiz yo'qmi? Ha, bir o'ylab ko'ring-chi. Ukangiz bo'lganida, ukangiz makaronni yaxshi ko'rardimi? Zavqli ko'rsatuvimiz davom etmoqda. Bugungi mehmonimiz esa xushovoz xonanda Tohir Usmonov. Qanaqa latifani yaxshi ko'rasiz? Qaysi latifa masalan? Muxlislarga ham bitta latifa aytib bersiz. Kulgili latifani yaxshi ko'raman. Endi hozir O'zi latifa aytishni bilasizmi? latifa aytib turamiz-ku. Hozir Ko'p emas. ko'p emas. Ozgina Tohir aka hozir uyalmoqdalar. Keling, hozir suhbatimiz yanada qiziqarli bo'lishi uchun shartlarimizni birin-ketin boshlaymiz. Tohir aka, birinchi savolimiz. Tasavvur qiling, siz o'qituvchisiz, xonanda emas. Qaysi fandan o'qituvchilik qilgan bo'lasiz? Qaysi fanni o'zi yaxshi bilasiz? Qaysi fandan? Jismoniy tarbiya fanidan bo'lsa kerak. Tohir aka, tasavvur qiling, siz avtobus haydovchisiz. Kamida necha kun ishlab bera oladingiz ketma-ket? Kamida umuman ishlamas. Ikkinchi shartimiz esa ertaklar yaxshilik yetaklar deb nomlanadi. Ertaklarni yaxshi ko'rasizmi? Endi ertak baribir o'z esib turibsiz, yaxshilikka yetaklar. Albatta. Ertak yaxshi narsa, yoqadi. Keling, unda hozir bizga zo'r ertak aytib bering, shunaqa lol qolaylikki, hamma muxlislar hayron bo'lsin. Hozirgi shartimiz shundan iborat bo'ladi. Bor ekan, yo'q ekan deb boshlaymiz endi. Ha, bemalol boshlaymiz. Tong otdi. Ertalab Yo'lda ketyapsiz. yo'lga chiqdim. Mashinaga o'tirdim. O't oldirib mashinani. Shunda o't oldirishim bilan telefon jiringlab qoldi o'sha paytda. Varrak. Keyin nima qilishimni bilmadim-da.
Endi odam ko'pida oldimda nima qilishimni bilmasdan qarasam bola varrak uchirayotgan ekan. O'shanga chaqirgandek bo'ldimda, varrak yaxshi ko'raman men deb mana bitta uchiraydimda, shunda o'sha tomonga o'tib ketdimda. Endi Do'kon. odamni ko'rmasin deb o'sha varrak shu do'konni oldida edi. Shu do'konni oldidan sekin aylanib o'tdimda, ozgina varrak uchirgandek Soch. bo'ldimda, qarasam daraxtda qush o'tirgan ekan sochimga. Ozgina boylik tashlab yubordi. Keyin majbur bo'ldim, baba uyga borish kerak. Suv. Borsam shunda uyda suv yo'qda. Nima qilishimni bilmayman. Keyin tifalga suv, anaqa suv quyib, tifal suv bor ekan. Endi tifal qo'yaman desam, televizor qo'yilib turgan ekanda, joy yo'q ekan. Endi u televizor olinmaydi, shunaqa qo'vorilgan, uy qurilayotgan paytda birato'la sinib ulanmadi. Sochiq. Keyin nima qilishimni bilmay, tifal ham qoldi, televizor ham qoldi-da, sochiq o'zida artishni boshladim sochimni. Keyin amallab artib tozaladim keyin. Yo'l. Tozaladim keyin yo'lga chiqdim keyin. Yo'lga chiqib davom etdim yo'limda. O'sha geografik kitobni ham oldim. Latifa. Keyin geografik kitobni olib yo'lga chiqib ketayotgandim. Bundoq qarasam Latifa kitob ekanda o'zi. Geografik kitobni olib Latifa kitobni ko'tarib darsga boribman keyin men. Keyin dars boshlandi. Gapir deganda Latifa o'qib ketib qolman u. Tabassum. Hamma kuldi, hamma tabassumda. Hamma kulgan. O'sha yerda sal hijolat bo'ldim keyin. Shunaqa bitta kunimiz o'tdi. Rahmat Tohir Usmonov. Juda ham yaxshi ertak bobo chiqargan Tohir Usmonovni to'g'risini aytsam. Qiziqarli ertak uchun rahmat. Hozir ajoyib bir sahifaga navbat bersak-da, yana bir a'lo kayfiyatimizni ko'tarib olsak. Marhamat.
inson qanchalik ko'p tabassum qilsa, shunchalik uzoq umr ko'radi deyshadi. A'lo kayfiyat ko'rsatuv esa sizga uzoq umr tilagan holda dasturini davom ettiradi. Keyingi shartni boshlaydigan bo'lsak, Tohir Usmonov birinchi, ikkinchi shartlarimizdan ajoyib tarzda o'tdilar. Endi 3-shart. Tohir aka, 3-shartim shu gap rostmi deb nomlanadi. Bunda sizga muxlislaringiz tomonidan berilgan qiziqarli savollarga to'g'ri aytgan holda javob berishingiz kerak bo'ladi. Marhamat, unda birinchi savol eshitamiz. Tohir aka, sizni birdaniga 3 ta qizni sevib qolgan deyshadi. Shu gap rostmi? 3 ta qiz. Yo'q, men hali sevib qolishga ulgurganim yo'q. Endi sevib qolsam, 3 ta qizni sevib qolmasam kerak deb o'ylayman. Tohir aka, sizni yoshligingizda bo'g'irsoq deb atashgan ekan. Shu gap rostmi? Rostmi shu gap? Yo'q. Meni bo'g'irsoq deb bir qanaqadir laqabim bo'lmagan-ku. Men to'g'risini aytaman. Men 2 yil oldin ham 98 kilo edim. O'shaning uchun sal to'lacharoqdan kelgan bola bo'lganim uchun balkim gapirishgan bo'lishi mumkin. Lekin meni aniq bo'g'irsoq deb chaqirmagan. Tohir aka, siz domlalardan ko'p gap eshitgan ekansiz. Shu gap rostmi? Endi albatta o'sha o'qituvchilarni Dars tayyorlamagan bo'lsa kerak. yo'q, darsni imkoniyat darajasida tayyorlaymiz. O'qish kerak baribir. San'atkormiz. Umuman san'atkor bo'lganimiz uchun emas, har bir insonga o'zini hayot yo'lida kerak bo'ladi. O'sha berilgan ta'limlarni o'qituvchi bo'lgandan keyin urishadi, talaba bo'lgandan keyin gap eshitadi baribir. Lekin gap eshitmaslikka harakat qilamiz. Tohir aka, sizni juda yaxshi latifa aytadi deyshadi. Shu gap rostmi? Juda zo'r latifa aytmasam ham endi latifa aytib turishim rost. Men endi efirdan tashqarida o'zingizga Keyingi shartimiz nom 5 kere 5 deb nomlanadi. Bunda sizga 5 ta mantiqiy va shunga o'xshash savollar beriladi. Javob berishga tayyormisiz? tayyorman. Boshlaydik unda. Diqqat bilan eshiting. 9 ni stalbaga bog'lab qo'ysa 10 soatdan keyin nima bo'ladi? Yaxshilab o'ylab javob bering. 9 ni stalbaga bog'lab qo'ysa 10 soatdan keyin nima bo'ladi? Tasavvur qiling. 10 soatdan keyin 9 olib ketib qolsa kerak. Bilmadim, 9 bo'lib turaversa kerak. Javobingiz yo'q-a? Demang. Javob Bormi yo'qmi? soatdan keyin Dun. yo'q, javob Javob yo'q. Javobga qiziqasizmi? qiziqolmadi. 9 ni stalbaga bog'lab qo'ysa 10 soatdan keyin och qiz bo'ladi. Qorni 9 ni stalbaga bog'lab qo'ygandan keyin och qiz bo'ladi. Tasavvur qiling, xonada 4 ta mushuk bor. 3 tasi chiqib ketdi. Nechta qoladi? Xonada 4 ta mushuk Bor, 3 tasi chiqib ketdi. Nechta qoladi? chiqib ketdi. Bittasi qoladi. Nechta qoladi? Yaxshilab o'ylang, bu axir mantiqiy savol. Xonada 4 ta mushuk bor. 3 tasi chiqib ketdi. Nechta mushuk qoladi? Bitta bo'lsa kerak. Bitta demang. Endi 3 tasi chiqib ketgandan keyin bittasi qolsa kerak. Tohir Usmonovning javoblari 1 bo'ldi. Lekin adashdingiz 2 ta bo'ldi, chunki bittasi qaytib kelgan. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, qaysi savolga hech qachon ha degan javobni berib bo'lmaydi? Qaysi savolga Hech qachon ha degan javobni berib bo'lmaydi. O'ylantirib qo'yarkan savollar. Yaxshilab o'ylang. Qaysi savolga ha deb bo'lmaydi. Tohir Usmonov hozir 2 ta savolga to'g'ri javob bera olmadilar. Ko'ramiz bu savolga qanday qilib javob beradilar. Qaysi savolga hech qachon ha degan javobni berib bo'lmaydi? Ha deb bo'lmaydigan savolga ha deb javob berib bo'lmasa kerak. Kerak javobi shunaqa. Yo'q, afsuski bunga ham Tohir Usmonov javob bera olmadilar. Qaysi savolga hech qachon ha deb javob berib bo'lmaydi? Uxlayapsanmi? Keyingi savolimiz. Inson aksirayotganda nima qilib bo'lmaydi? Inson aksirayotganda, Yaxshilab aksiringchi? Ana ko'zingizni ochib bo'lmasa ekan, aksirayotganingizda nafas olib bo'lmaydi menimcha. Bravo, Tohir Usmonov bunga to'g'ri javob berdilar. Keyingi savolimiz, 5-chi, so'nggi savolimiz. Qozonga birinchi bo'lib nima solinadi ovqat qilishdan oldin? Nazar solinadi. Xo'sh, Tohir aka, bugungi shartlarimiz, sahifalarimiz sizga manzur bo'ldimi? Juda ham ma'qul bo'ldi. Juda ham xursandman chaqirganingizdan. Shu
ko'rsatuvni ijodkorlariga ham juda ham minnatdorchilik bildiraman. Qisqa qilib aytganda juda ham kayfiyatim a'lo darajada bo'ldi. Sizga ham tashrifingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Doimo kuldirib yurishingizni niyat qilib qolamiz. Rahmat. Shu bilan a'lo kayfiyat ko'rsatuvining bugungi soniga yakun yasaymiz va shuni unutmang, qayg'uni tashlang, zavqlanib yashang. Ko'rishguncha.